rayonun hakimi gubernatorun birinchi o'rinbosari kutib oldi. 20'dan aşık delegat geldik. Şol tajribe almışıp yürüyüşe geldik de. Buna bugün Bahadır Tekstil kompaniyasında turabız. Bundan жақсы emender tuttuk. İşte klaster ıhmasın sizler kabul alıp işte yapmışlar da. 3 rayonda emesi de territoriyası da. Şol klaster ıhması. Şol yerde ayda beygi uruktardı. Şol hastalananга çayın alып келіп тұр, бұл переработкаға лимитті шығарып, бетті қайра іштеп отқаны бізді таң қалдырды да. Бұл біріншіден адамдарды ешменен қамсыз қылуға, жаңа технологияны үйренуге, аяғы шариатты үйретті да. Құда қаласа сіздерден көп нәрсені үйреніп кетеміз деп ойлаймын. Bu yerdan borib ishlamaydi. O'sha qirg'iz fuqarolarini, o'sha yerdagi yashayotgan qishloq fuqarolarini ishga olib, kartoshka ektiradilar. Ektirib, o'sha tayyor bo'lgan mahsulotni o'zimiz yana qaytarib sotib olamiz. Eksportni nimasi bo'ladi? Ulushlaring bo'ladi, oshadi. Ikkinchidan byudjetlaringizga pul tushadi. O'shaning uchun bu narsalarni 3000 gektar adashmasam, Oblast bo'yicha 3000 gektar, biz rayonlarda 1000 gektarga yaqin. 1000 gektarga yaqin joyni. Qashshoq degan yer Olg'ayroq deb turiladi. Bu ham bo'lsa o'sha bordi keldiga yangi ishchi o'rin yaratishga nima zamin yaratgan eksport qiladigan odamni mana shu klasterlik nimalari, ishxonalari shu yer. Biz o'shanda sizlarga bir imorat qoldirsak, barliq obro'nalarni olib borib ishliganga qilamiz. Mana bular hech qanaqa problema yo'q. Bitta narsada bizni hozir O'zbekiston, men maqtanishdan hech charchamayman, top 10 talikka самый безопасный turizm deb maqomini oldi. Dunyoda 10 talikni ichiga kelgan turist xavfsiz turizm degan maqomda oldi. Bu nimadan dalolat beradi? Investor kelsa O'zbekistonga, bunga hech kim tegmaydi. Pulini ham bemalol tikadi. Yo turist bo'lib kelib aylanib kelsa ham hech kim tegmaydi. Shunga erishib oldik. Endi sizlarda tadbirkor bular hozir hech kim qo'rqadi demoqchi emasman. Lekin gubernatorstva, Qadamjoy hukumati, o'l raislari shunga kelishib, bitta maslahat qilib, kelinglar, bizda ham investorlarni podдержка qilishimiz kerak. Agar kelsa, biz podдержка qilib shuni garant bo'laylikki, hech narsasiga joniga talofat yetmaydi. Yaxshi yondashib biz ham yordam beramiz degan narsani qilib bersalaringiz, o'shancha tadbirkor boradi sizlar. Tushuntira oldimmi? Agar zdaniya bo'lib bir nima qiladigan bo'lsa, biz jon-jonda hamkorlikda ishlaymiz. Ochamiz aka. Nimasimiz yo'q. Biznes forumlar qilamiz. Necha marta o'tkazdik. Yana biz o'tkazishga ham tayyormiz. Bemalol boraylik. Qachon desalaring infotur deysizlarmi, biznes tur deysizlarmi, borib tashkillaylik. O'sha tadbirkorlaringiz bilan B2B deydi, o'rtada ikkita tadbirkor gaplashib, ESP'ni ochsin. Bizga eng ma'qul tomoni sizlarda o'sha ESP ochganga nalogdan ancha nima ligotalaringiz bor. Hozir Batkan oblasi o'zgacha maqom oldi-da, o'shaning ichidan janob qadrli naloglar deganlar bor. Shu jengillik. Ha, yengillik. To'g'ri. İşgirlerge qancha bo'lsa yordam beradi endi. Bu qonun prezidentlarning bu narsa bu hozir siz aytayotgan narsa misol Farg'onadagi tadbirkorlarga ham, To'rga Farg'ona O'zbekiston tadbirkorlarini ham qiziqtiradi bu narsa. Agar bu shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, xo'jayin aytgandek, bu yaxshi narsa bo'ladi. Ishlasa bo'laveradi. Aytyapman, endi sizlar endi nima odamsizlarda, nima deydi? Namunali, o'shaning uchun sizlarni delegatsiya qilib bu yoqqa olib kelishdi. Borgandan keyin agitatsiya qilish kerak. O'zbekiston borib oldin 1-2 so'm pul tikadi. Yaxshi bo'lgandan keyin 3-4 so'm tikadi. Undan keyin 10 so'm, 20 so'm qilib sekin-sekin ko'paytiraveradi. Faqat tadbirkorning ishonchini oqlash kerak. Shu narsa so'ralyapti xolos. Shuni qilib olsak, xudo xolasa, ikkala mamlakatga ham zo'r bo'ladi. Ha, shu. Nima qilsa, endi bizda bayog'i Jibek yo'li bo'yida nimadan auksiondan nima qilgan yerlarim bor-da. Aptan ыңғайлы жолдың бойыда любой инвестор иштегенге бардық шарты бар, су бар дегендей шундай немелер менен кандай кылып сиздер менен меморандум түзсөм болот мен. Siz qachon siz ochiq bizga. Mana kecha zam gubernator Abdukarim aka safarda Bishkekda bo'lib qoldilar. Biz zam
Biz aytdik, keling dedik, agar kelishiladigan bo'lsa, yaqinda biz biznes tur qilib Batken shahriga bormoqchimiz. Batken oblasining Batken shahrida biznes tur qilmoqchimiz. Biz bilan o'sha 10-15 ta tadbirkorlarni olib boramiz, konchilar bo'yicha. Buni yurgizish kerak-da. Yurgizish kerak. Birov shuna biz prezidentimiz oldin nimani ilgari surdilar? Kelgan investor sen aqlda ishlatinglar dedi. Kelgan investor pulini tikadi, ishchi o'rin yaratadi, qoladi deyapti. Ko'chirib olib ketmaydi-da. Xuddi shu narsani sizlar ham u yerdagilarga tushuntirib, qancha e'tibor qilinsa, kelgan odam mana shu yerda bizga ishchi o'rin yaratadi, qurgan narsasi bizda qoladi. Qism 50 50 mi, nechiga nechi bo'lsa ham kelishib foydani teng nima qilishib, ikkita tadbirkor kelishib qilish kerak. Faqat ularning ishonchini oqlansa bo'ldi. Siz aytgandek xususiy bo'ladimi, davlat sherikchiligi asosida bo'ladimi, farqi yo'q. Mana nimalar ham hammasi xususiy tadbirkorniki. Endi bizda Qirg'izistonda g'azobdan aqchasi ko'p milliarderlar ko'p-da. Bor. Endi bizga mana bunaqa sharoitlar sizlarning qo'ng'ishlarмен mantib ishtashi, siz nima bo'ladigan nimalar, variantlar endi kirib o'tadi-da. Ishtashi xudo xolasa zo'r bo'lib ketadi. Sizlar aytgandek to'ldirar. Mana bizning Aytaba departamenti Asamajon Aydarovich taqabdan kuchli ishlayotadi bu masala bo'yicha. Bayaq Go'zal akamidagi endi hammamiz qo'pol aytganda o'lib ketamiz. Bizdan yaxshilik qolish kerak-da. Bizdan keyingi kelayotgan avlodlar bor. Ularni bugun biz o'ylamasak, ertaga kech bo'ladi. Ularga biz mana shunaqangi prezidentimiz boshchiligida sharoit qilib beryapmizmi? Ertaga avtomatik ular ham keyingi avlodga biz ham bundan ham yaxshiroq narsa qilishimiz kerak deb o'ylaydi. Shuni endi birgalashib qilsak, biz pожалуйста doim tayyormiz. Yer ochdikda, ya'ni qirlarni tekizlab, boshqa qilib yer ochib, tomchilar sug'orish qilib paxta ekyapmiz. Bu narsa sizlarda ham bu sharoitni qilsa bo'ladi. Tomchilar sug'orish qilib turib, sizlarda suv muammo emas birinchidan. Ikkinchidan ana yerlar buzib, ochib, yer qilib paxta ekib tashkillasa bo'ladigan narsada, prosta endi hamkorlik bo'ladigan bo'lsa, borib hatto ham jon-jonib ishlayveramiz. Yaxshi bo'layotadi. Qanaqa dog'lasa nima? Sherikchilik bilan boshlab olinsa, bular yo'lga qo'yib bir daromadga kirib, hammasi yaxshi bo'lsa, 4 kundan keyin o'sha joylar ham o'zlaringga qoladi, o'zlaringda nima bo'ladi? Bular ham o'ligim o'sha yerda chiqsin deb tadbirkorlar bormaydi. O'shanga hamkorlik qilib ishonch. Eng asosiysi ishonchni oqlash. Ishonchli bo'lib o'sha mana senga joy, mana shu yerda suv, mana elektr. Problema yo'q, birgalashib qilsak bo'ladi-da bu narsalar. O'z ishchilar ishlaydi. Eng yaxshi nimalarni aytdingiz, obdan, havoda, suvda bizga kerak bo'lib turgan maslahatlarni aytdingiz-da uka. Bu narsani biz shu yerda o'g'ili qolavermasdan xalqqa yetkazamiz. Buni elga aytgan ilgari nimada institut o'qib yurganda mana qo'shni nimalarda chegara kelatidimda qanaqa dars yerlar edi-da bu yer. Ich kaskaldirik bilan jilan yurgan yer edi. Mana shunchalik zo'r qilib tashlabsizlar. Молодец. Endi buni mana bizim bitpari cho'nglar o'tiradi. Buni mamlakatni boshqarib turgan kishi kichina so'zini qo'yib jeka ishkarman. 50 yildan beri jeka ishkar bo'lib ishlayman. Men suylaganim faqat nimaga o'tmaydi. Bilikni bir suylaganim işte bitib qo'yadi. Kattalar ishlash kerak. O'shaning uchun Abdukarim Qorbekov bilan biz nima deydi? Gubernatorlarga ko'rishib nima qilinmaydi. Doim aka-uka deb ko'rishadi. Ular meni ukam deydi, biz ularda aka deymiz. Shunaqa ko'rishib gaplashamiz. Ular hozirgi gubernatorlaringiz zo'r odam. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlaydi, harakat qilyapti. Prezidentga har xil masalalarni qo'yyapti. Buni faqat endi duo qilib, bunga yoniga kamarbasta bo'lib, o'sha hukumat vakillari ham, xalq ham ishonch bildirsa, keyin ish yuradi. Endi bo'ldi-da, endi urushlar, o'rtadagi sovuqchiliklarni unutish kerak. Hozir qaysi tomonga yuramiz? Hozir boraylikmi yo? Yo'q, kech qolganman. Lekin bunaqa yarmarka qiladigan yo'q, hozir yo'q. Azot ishlamayapti. Zavod ishlaydi. Zavod ishlamay turibdi. O'shaning uchun qilalim. Lekin omborlarda bor xolos. Yo'q, bular maqsadi nima? Nima bo'yicha? Qilsa bo'ladi, faqatgina azot yetkazib beradi. Azot ishlamayapti-ku. Ha. Klaster yetkazib berolmaydi. Klasterlar ham boshqa viloyatdan olib kelyapti. Qozoqdan ham olib kelyapti. Hozir endi sizlar shartnoma qilish uchun azot bilan qilish kerak. Hozir sizlar chig'irma imkoniyati yo'q ekanda. Hozir imkoniyatimiz yo'q. Gaz bo'lmadi-ku, bermadi-da qishda. Shuning uchun ishlamay turibdi. Xo'p. Sho'rtandi.